Assalomu alaykum, Saidbek kanalining hurmatli obunachilari akalar. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohidon ot bozoridan. Xo'p, hurmatli obunachilar, Shohidon ot bozori 3-qism bugungi sanalarimiz 2-dekabr hafta kuniga seshanba 2025-yil. Xo'p, hurmatli obunachilar, bo'lmasa shu yerda tayyor menda bo'lgan katta otlarimiz narxlaridan bir qator tanishib o'tamiz, uloqchi otlar. Bo'lmasa biz ketdik. Hop, bir otimiz. Jugan tortib bering aka. Turishlar. Yirik otimiz 5 yasharli. Orqa taraflariga keladi. Ketishlari zo'r. Hop, otimiz yoshlari 5 yashar ekan, narxlari 60 million. Ham bor deyapti. Ot egasi kim edi? Telefon raqam qoldiramizmi aka? Ayting. 99li 771 05 71 ha. Hop, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bez egar mana berishibdi, mana kelishlar otimiz. Mana shu ot. Ustoga bu sizdanmi? Narxi necha ekan? 40 million kammi bor. Akalar mana shu to'xtayli, otlarni mana shu bo'ladi. Ha. Zo'r. Necha yasharli aka bu? Bahorga 5 yosh. Ulog'i bormi? Ulog'i bor ekan. 100%. Tagajoblarda qaynab yurgan ot, ha? Mazil qayerda? Nanaydan ekanlar. Telefon raqam qoldiramizmi? 94li. Tushunmadim. 175 9609. Zo'r. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Otimizni turishlari o'ta ideal, zo'r. Mana bu otimiz. Qaynayapti. Borik ko'p qiynama. So'ka bu narxi necha ekan? Bu egalarlar bular endi egasi emas, shunchaki ot minuvchi xolos keldi. So'ka sizdan bu? Narxi necha ekan aka? Borik 30 million dedi. 30 million. Yosh necha yosh? Yoshi 6 yashar. 6 yasharli qo'yamiz. Telefon raqam qoldiramizmi? Yo, sotilib ketadimi? 91li 686. 686 5996. Akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli obunachilar. Yosh necha yoshlik aka? 6 yashar. Ulog'i tayyor. Zo'r. Manzil qayerda aka? Qo'qon. Qo'qondan ekanlar. Dastlabki xizmat bor, ha? Bor. Bo'ldi, bemalol murojaat ko'rasizlar. Otni narxi necha ekan buni? Kimdan bu ot? Bahodir akalar. Qaydalar? Bunun narxi necha ekan aka? Mana asabida. Narxi necha buni? 25 million. Necha yasharli aka? Yoshi necha yashar? 8 yasharli otimiz. Hali telefon raqami sizniki, ha? Vallahi, bemalol aloqaga chiqib ko'rasiz, hurmatli obunachilar. Jahon aka. So'ka otimiz narxi necha ekan? Otni narxi 3,5. 3,5 ming dollar. Ulog'i qanaqa aka buni? Garantiya. Oldi orqa. Ketaveradi mana. Kanal bu. Saidbek, otning nomi nima? Kaptan. Qorabay. Olabay. Yaxshi. Qayerda oti? Tortoq. Chortoqda oti. Yosh necha yosh? 8 yasharli. 2 yosh qo'shib yurarkan azmi? 6 yashar. 6 yashar. Ot kimniki o'zi? Qanday gap qaramas? 6 yashar. 6 yashar, ha? Realni narxi necha pul? 3,5 ming. 3,5 ming kami bu. Ha, bo'ldi. Telefon raqam qoldiramizmi aka?
Ayting. 93'lük. 93'lik. 491 491 2409. 2409. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqarasiz. Ukam bittamda yurgizib yuboring chatda. Sog'lik salomatliklari, yeb ichari garantiya deyishyapti. Otimizni yurishlari ham bir ajoyib ekan. Zo'r. Taka choplari yoradiganga o'xshayapti, hurmatli obunachilar. Hamma yo'q toza ot. Shu oyoqlari sog'lom. Sog'lik salomatliklarga garantiya berasiz, yeb ichishlarga ham garantiya berasiz. Shu paytgacha oyoqda bironta muammo bo'lmagan. Orqaga yaxshi ishlar. Orqaga yaxshi ishlaydi. Yaxshi. Hop, kengilar. Ustaga hormang, assalomu alaykum. Otni narxi necha pul ekan? 45 million. Hop, 45 million kami bor deyapti-ku, mana. Otimizni tuyoqlari, turishlar zo'r. Necha yashar bunning yoshi aka? 6 yasharli otimiz. Hop, uloqqa kirganmi? Ha, ishlab yurgan ular. Uloqda ishlab yurgan otimiz ekanlar mana. Telefon raqam qoldiramizmi? 93lik. 912 0024. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzil qayerda aka? Yangiqo'rg'ondan ekanmiz. Dastlabki xizmatlari bor, ha? Bor. O'rganib to'lasan bor. Zo'r. Qaytaringchi baqa? Narxi necha pul aka buni? 28 million kam bor. Necha yasharli? Bahorda 6 yasharga o'tadi. Lekin otimiz haqiqiy chiroyli ekan. Zoti qanaqa aka buni? Bilmaysiz, lekin kallasi haqiqatan chiroyli ekan otimizni. 28 million kam bor deyapti, hurmatli obunachilar. Ulog'i bor aka. Xo'p, taka chopdilarda pirillab ishlayveradi, qaynaydi, xudo xolasa. Mana akalar, taka choplarga yosh polvonlarni polvon qiladigan ot. Yuvoshliklari o'zi turishidan esib turibdi. Yaxshi. Manzil qayerda aka? Yorqo'rg'on? Yangiqo'rg'ondan ekanlar. Telefon raqam 93lik 643 5220. Akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu otimiz akalar, mana. Hop, kengisi. Ustoga bu narxi necha pul ekan? Qurishlari olam ekan, haqiqatan. 40 million so'm deyapti. Uloqqa qanaqa aka bu? 100. Oldini ota. Kirishlari zo'r. 1 million kam bor. Yaxshi. Narxi ot turishiga yarasha bo'lyapti, hurmatli obunachilar. Xo'p, telefon raqam 50 723 2297. Akamizga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Manzil qayerda? Yangiqo'rg'ondan ekanlar. Bir otga sop ko'ring-chi aka. Zo'r. Galadan qo'qib bir rali qiladigan odatlari yo'q, ha? Qirillab kirib ketadi. Yaxshi. Hop, kengilar. Ot kimdan ekan? Narxi necha pul ekan uni? 30 million. Va polvon olib kelingchi. 30 million so'm kami bor. Yosh polvonlarni polvon qiladigan variantdagilar. Necha yashar bu? 8 yashar. O'zi qilig'i chiqadigani chiqib, bosili bo'lgan ot. Yosh polvonlar uchun maxsus. Necha pul qilishdi aka buni? Necha pul qilishdi? Hali hech kim jazman yopishmabdi. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam 94lik. 94lik 905 905 1135. 1135. Akalar bemalol aloqaga chiqarasiz akamiz. Uloqqa oldiga ishlaydimi, orqagami? Oldiga orqaga ketgan loqishdi. Ketaveradi, taka chopladi, yoradi. Yaxshi. Voy, ko'kda kimdan ekan? Ha, hamma otlarda o'zi kichkina polvonlarni yuribdi. Hay, satalaga bilasizmi? Otib qoldi.
Koş gel, koş. Lütfüsün. Hop, hurmatli obunachilar, shu yerda videomizni yaklayamiz. Videomiz yoqqansa bir donadan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz. Hop, kommentariyada qaysi bozorchilarning shu bozoriga borishga harakat qilamiz akalar. Mana joyda baho bo'lyapti menimcha. Bir bor u vaqtda ham bahosini ko'rsatib qo'yamiz aka. Bu ot baho bo'ldimi aka? Narxi nech pul ekan? Narxi. Qancha? 100 millionlik emas, 100 millionlik otimiz mana, hurmatli obunachilar. Oldin ot ekan. Zo'r. Belki 10 ming dollarlik otimiz. Ya çokmasa yenge. Oldu va tellatma uni. Baba 100 millionlik otimiz nomi nima ekan? Ahlis? Yeri. Zo'r mana ketishlar. O, rollari ham o'ta tez ekan, haqiqatan. Hurmatli obunachilar, qaytishini ko'rdilaringizlar mana. Kelishlar. Katta galalarga ishlayveradigan varianti. Mana. O. Bez qancha shartmas ekan bunga? Desa bo'ldi ekan, ha? Kimniki ot? Sizdanmi? Narxi kelishtirib berasizmi aka? Saytbuguzdan istedingizsa? 100 deyapsiz, so'rab olishadi, ha? Xo'p, telefon raqam. Telefon yo'q-da. Telefon yo'qmi? Bo'ldi. Qo'shnikiga men qo'yaring buni era. 100 millionlik otimiz. To'xtat turingchi. Bu joyda turmas ekan. Zo'r. Ya meningmi? Ham o'zi egarlar shu. O'yna. Bu oldin otimi orqanimi? Oldiniki orqaniki? Oldu ya o'qishdan ketaveradimi? Farqi yo'q. Qaysi polvon mingan aka buni? Qirg'iz bolalar menga. Qirg'izlar, ha? Elamanlar mingami? Elamanlar taniydi. Taniydi, ha? Yaxshi. Hurmatli obunachilar, otimiz ishlar. Ha, telefon raqami bo'lganda zo'r bo'lardi lekin. Yozing 99 lik. 99 lik. 324 42 42. 324 42 42. Kimga yoqqan bo'lsa mana hurmatli obunachilar telefon qilaverasizlar. Otimiz haqiqatan o'ta zo'r ekan. Ko'rinish bilasizlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Elim kayni yiqitaydi ko'r. Ne bola? Xo'p, hurmatli obunachilar, shu yerda videomizni yakunlaymiz. Videomiz yoqqansa bir donadan like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz.